Assalomu alaykum hurmatli brifing tinglovchilar. Bugungi brifing mavzumiz xususiy mulkka bo'lgan huquq kafolati to'g'risida bo'ladi. So'nggi yillarda fuqarolarning xususiy mulkka bo'lgan huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'bir bilan aytganda, biz jismoniy va yuridik shaxslarning mulk huquqini kafolatini ta'minlash maqsadida xalqaro andozalarga javob beradigan islohotlarimizni bundan buyon har bir qat'iy davom ettirishimiz muhim hisoblanadi. Har qanday inson uchun eng muhim mulk avvalo uning uy-joyidir. Fuqarolarning uy-joyiga bo'lgan huquqlari, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida iqtisodiyot, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paket, bolalar huquqi to'g'risidagi konvensiya, shuningdek boshqa xalqaro hujjatlarda ham belgilab o'tilgan. Ushbu xalqaro hujjatlarda belgilangan qoidalar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham o'z aksini topgan. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketning 11-moddasida ishtirok etuvchi davlatlar har bir kishi o'z va oilasi uchun yetarlicha oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy hamda turmush sharoitini to'xtovsiz yaxshilab borishi, o'z ichiga oladigan yetarli turmush darajasi bo'lishi huquq kafolatida belgilangan. Mazkur ishtirokchi davlatlar ushbu huquqlarni amalga oshirishni ta'minlash uchun zarur choralarni ko'radi. Ayni paytda erkin kelishuvga asoslangan xalqaro hamkorlik uchun bu boradagi muhim ahamiyat e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasida xususiy mulk, boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir. Mulkdor faqatgina qonunda nazarda tutilgan hollarda mulkdan mahrum etilishi mumkin. 54-moddada esa mulkdor mulkka o'z xohishiga egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Mulkdan foydalanish ekologik muhitga zarar yetkazmasligi, fuqarolarning yuridik va jismoniy shaxslarning davlat huquqlarini hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari buzilmasligi shartligi belgilanadi. Mamlakatimizda xususiy mulkni himoya qilish to'g'risidagi huquqiy asoslar mavjud. Xususiy mulk himoya qilish va mulkdor huquqini kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mavjud. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonun manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, O'zbekiston Respublikasi investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni, fuqarolar va tadbirkorlar subyektlarining mulk huquqini kafolatlash, so'zsiz ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari, O'zbekiston Respublikasining qarorlari va yana boshqa bir qator normativ huquqlar mavjud. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda xususiy mulkni himoya qilish bilan bog'liq normativ huquqiy hujjatlar so'nggi yillarda jiddiy takomillashtirib va e'tibor qaratilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.